Mana dissiyasini turishiga qaranglar. Chiroyli. Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi ishlarni boshlab oldik, xudo xolasa. Har yil bilasizlar, hayit oyimga skikka qilaman. 25-26 Li 9 Ultra. Skikkani yomoni bo'ladi bugun Sanjar avtodan. Restyling 18 ming yurgan. Buni narxini 66,5 ming qo'yganman. 65,5 mingga tushirdim, yana kelishtirib beraman. Keyingisi Kia Sportage 36 ming yurgan. Dopopsali 6-pastda 2 litrni fulli bo'ladi bu. Buni narxi 29,5 ming qo'yganman, buni 29 mingga tushirdim. Keyingisi shaybali 7-pastda bu ham Sportage 47,5 ming yurgan, kraskasi top toza, broni plonkalar bo'lgan. Buni narxini 32,5 ming qo'yganmiz. O'zi yangi kelgan mashina hali bu, buni ham 32 mingga tushirdim skikkada. Yana kelishtirib beraman. Mana bu Econox'imiz 23-24 18,5 ming yurgan. Bu o'zi skikkada turibdi, 28 mingga bera olamiz bo'lishi. Keyingisi Kia Sorento 7 kishilik shaybali eng fulli 740 millionligi 2 ming dollar navoroti ham bor. Kraskasi top toza 24-ishlab chiqarilgan 23 ming kilometr yurgan. Buni narxini 46,5 ming dollar qo'yganmiz. Buni 45,500 dollarga tushirdim. Yana kelishtirib beramiz. Keyingisi yana Kia Sorento 7 kishilik richakli bo'ladi. 2 ming dollar navoroti bor. Kraskasi top toza 17 ming kilometr yurgan. Buni narxini o'zi 43 ming dollarga tushirganmiz. Buni taqalgani 43 ming dollar. Ulgurib, uspetib qolinglar. Hayit ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Hammaga kelayotgan, hammaga e'tibor uchun rahmat. Charchamanglar.